Birinchi video bo'yicha kappoga kelib, baraba topdim. Kechgacha shu ishni qilmoqchiman. Sinab ko'ring, chinish pul toparkanman. Aka, shu yerda o'tirsa ham klient kelaveradimi? Men taksiga o'xshab kapponda aylanib yuribman. Odamlar keladi o'zim. Birinchi klient tushadik. O'zi 10 ming so'm bor. Birinchi 10 mingni topguncha rosa qiynaldim, to'g'risi. Keyin kechga yaqin odam ko'payib, bozorda ishlab yurib ketdi. Salom, arava kerak emasmi? Kechgacha arava yetalab 55 ming pul topibman. Lekin yaxshi ishlasa, akalar aytishdi, 150 minggacha pul topsa bo'lar ekanda. Aka, bir kunda eng ko'p nech pul topgansiz? 150 ming. Shu videoni bekorchi bo'lib yurgan tanishingizga otib qo'ying. Kommentariyada yana o'zim qanaqa ishda sinab ko'ray. Shuni ham yozib qoldiring. Bugungi obrazim balon qoraytirish. Kechgacha nech pul topishimni sinab ko'raman. Assalomu alaykum. Baloningizni qoraytiraganmi? Master class. Birinchi balon qoraytirishimdan 10 ming topdim. Hozir shu bola syomkamizga kelib yaqinda yordam beryapti. Xolos, siz kechgacha 100 ming ishlashni o'rgataman. O'rgating. Qara, mashinani 3 ta balon qoraytirasiz. Hali haydovchi chiqadigan tomonni qoraytirmaysiz-da. Yana sizdan so'raydi-yu, nima vaqt qoraytirmadingiz? Siz vaqtgina qoraytirish 10 ming bo'ladi. Bu mashinani sun'iy turmasligi uchun baba aniq qoraytiradi. Sunnatullohning stilini bitta qo'llab ko'raylik. O'xshamadi. Balon qoraytirish men o'ylaganimdan ancha qiyin ish ekan. Hamma ham qoraytirgiza olmas ekan. Qoraytirgandan keyin hamma ham pul bera olmas ekan. Ancha qiyin ish ekan. 40 ming topdim kechgacha ishlab. 10 ming aka? 10 ming. Ha? Ha, shunaqa. Shu kamazda qoraytirib qo'yaman balonini. Meni ko'rganda eslab yurishar. Bu videoni bekorchi bo'lib yurgan tanishingizga otib qo'ying, lekin balon qoraytirishni hech kimga tavsiya bermayman. Keyingi videoda nima ish qilib o'zimni sinab ko'rishimni kommentariyada yozib keting. So'rsangiz asli nasab, men bu zamon farzandiman. Millati o'zbek so'yib qiron farzandiman. So'rsangiz asli nasab, men bu zamon farzandiman. Millati o'zbek so'yib qiron farzandiman. Menga shoirlik maqom, nedir Navoiydan nishon. Ham shijoatda ulug' Shaybonixon farzandiman. Menga shoirlik Millati o'zbek buyuk sohib qurol farzandiman.